2025-yil hayır. Eski yilda qilingan eski xatolarni endi qaytib qilmaymiz. Yangilarini qilamiz deya. Tavba qildim. Hazil. 2025-yil boshlanayotganda ham hamma bu yil meni yilim bo'ladi deyishyapti. 2026 boshlanayotganda ham bu yil meni yilim bo'ladi deyishyapti. U akalar yili tugamaydi, lekin bu kalendar almashib qoldi degani odam almashib qoladi degani emas-da. Hali odam o'zgarish uchun 7-may bo'ladimi, chorshanba kuni peshindan chiqarish bo'ladimi farqi yo'q. Aytmoqchimanki, bugungi kun qanaqadir sehrli kun emas. Har dekabr sizga, menga, bizga qanaqadir umidlar berishni boshlaydi. Yangi yil zo'r bo'ladi, yangi yil zo'r. Yo'q. U o'zgarish bayram kunlari keladigan narsa emas. U любой payt, u o'zi xohlagan payt keladi u. Haligi mana 2025-yil tugadi, men o'zim ayta olaman, 2025-yil meni yilim bo'ldi deb. Chunki yil tugadi-da o'zi. Yilni boshida aytmaganman, bu yil meni yilim bo'ladi 2025 deb. O'ylamaganman ham bu haqida. Aytmoqchimanki, u haligi nima desa bo'ladi? Umid qilib qolsangiz, ishonib qolsangiz, bu umid, ishonch bizni harakatdan to'xtatadi xolos-da. Prosta mana miya shunaqada bitta muammoga bitta yechim ko'rdimi bo'ldi. Boshqa yo'llar haqida, boshqa variantlar haqida o'ylamaydi. Ashunga ishonib turaveradi. Shuning uchun haligi aytganimizdek yil kalendar almashib qoldi degani odam almashib qoladi degani emas. Chunki mana bugun maza qilasiz, dam dolasiz, kayf qilib, ertalab bitta turasiz, kreditlaringiz turaveradi, muammolaringiz siz bilan turaveradi. Haligi pulingiz ko'payib qolmaydi o'zidan o'ziga, hech narsa o'zgarmaydi. Ashsiz turaverasiz ertalab. Lekin shu narsa haqida bugun o'ylasangiz, muammolaringiz haqida. Hali boya aytganimdek, bugungi damni ham ola olmaysiz, maza ham qila olmaysiz. Shunday ertalab turasiz. Aytmoqchimanki, bu haligi muammolaringlarni ham yaxshi ko'ringlar o'zingizlar. Chunki ular sizlar bilan-da baribir. Ular o'zinglardagi bo'lgan hamma narsani yaxshi ko'ringlar. Nima deyapman o'zimga? Xullas, yangi yil bilan hammalarni tabriklayman. 2025-yilda meni qo'llab-quvvatlagan hammaga katta rahmat. 1.150.000 odamga chiqdik, to'g'ri? 1 yilda emas u. 7-8 oyda chiqdik. Hammalarga katta rahmat deyman. Oson yashash uchun jicha bag'ringlarni keng qilsanglar bo'ldi. Bag'ri torlikni menga qo'yib beringlar.